Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ko'zmunchog'im hikoyasini davomini bugun ikkita qismini YouTube sahifamizga yuklaymiz. Shuning uchun mana shu qismda aktivlikni ko'tarib, like bosib, obuna bo'lib hamda kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib Telegram sahifamizga o'tib oling. Telegram sahifamizda birinchilardan bo'lib tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Unda boshladik. Oxirida esa eshik tomonga otildi. Men uni tirik qo'ymayman. Tezda akamni yo'lini to'sdim. To'xtang aka, unga nisbatan hozir hech narsa qilmasligingiz kerak. Uni qo'lida o'g'il opam bor. Menga qizig'i yo'q. Aka, iltimos, o'zingizni bosib oling. Gapimni oxirigacha eshiting. Shuncha eshitganim yetarli. Yo'limdan qoch. Aka, iltimos. Hozir siz nimadir qilsangiz, u o'g'il opamga nimadir qiladi. Buni ustiga uni qo'lida menga qarshi dalil bor. Nega senga quloq solishim kerak? Sen ham unga sheriksan. Yo'q aka, men unga sherik emasman. Gaplarimni oxirigacha eshiting. U sabab shuncha odam o'lib ketdi. Sen esa menga to'xta deyapsanmi? Hamma ham o'lgan emas. Singlingiz tirik. Haqiqatni aytishdan boshqa choram qolmadi. Akam birdan to'xtab qoldi. Nima deding? Gaplaringni qaytarchi. Singlingiz tirik. Bu safar dadilroq aytdim. Qayerda u? Qayerdaligini aytaman. Faqat siz meni oxirigacha eshiting, iltimos. Keyin akamni moviy ko'zlariga iltijoli qilib qaradim. Iltimos. Akam indamasdan yotoqqa borib o'tirdi. Men esa Noila yo'qolgan tundan boshlab to hozirgi kungacha bo'lgan voqealarni aytib berdim. Demak sen Sakinasan. Ha aka, men sizni singlingiz Sakinaman. Lekin seni yuzing portlashdan keyin yuzimni yarmi kuyib ketdi. Shunga plastik jarrohlikni boshimdan o'tkazdim. Ishonmasangiz, opam va bu jarrohlik amaliyotini o'tkazgan doktorlardan so'rashingiz mumkin. Gapimni tugatmasimdan akam meni mahkam bag'riga bosdi. Sakina, aka. Men ham akamni quchdim. Yana avvalgidek yig'lashga tushdim. Xuddi buvimni bir umrga yo'qotgan kunimda akamni bog'da uchratganim kabi. Nihoyat niyatimga yetdim. Akamni yonida qisman bo'lsa ham yuzim oqlandi. Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Endi meni avvalgidek akam bor. Endi nima qilamiz? Akam qo'lidagi soatga qaradi. Soat tungi 1:05 daqiqa. Ba'zim allaqachon tugagan. Adashmasam, bugun Nozim seni qo'lingni so'rash kerak edi. Bularning bari Diyorani nayrangi. Menimcha u Nozimni ham yo'q qilmoqchi. Unga nima yetishmayotganiga hayronman. Uni rejasi avvaldan bizni yo'q qilish bo'lgan. Bizni devorni orasiga ko'mgan ham u bo'lsa kerak. Uni bu ishlarni qilishiga arzirli sababi bo'lishi kerak. Men ham shuni o'ylayapman aka. Menimcha u qasos olyapti. Sabab? Sababini uni kimligini bilganimizdagina aniqlay olamiz aka. Ungacha sabrim yetarmikin? Men uchun aka, iltimos. Vaqtincha o'zingizni hech narsa bilmagandek tuting. Keyinchi opamni uni qo'lidan qutqarish kerak. Bu borada menga faqat siz yordam bera olasiz. Tong otishi bilan qo'riqchilarimga aytaman. Ularga ishonch yo'q aka. Hammasi Diyoraga ishlaydi. Men Diyoraga ishlamaydigan odamlarni taniyman. Ular tong otishi bilan opangni ozod qiladi. Rahmat aka. Yaxshiyam siz borsiz. Yo'qsa bilmadim nima qilgan bo'lardim. Bu gapni aslida men aytishim kerak, ko'zmunchog'im. Men Nozim akamni uyiga qaytishim kerak. Nozim seni yaxshi kutib olmaydimi deya qo'rqyapman. Yaxshi narsalaringni olib chiq. Senga birovning uyida xizmatkor bo'lib yurish yarashmaydi. Xo'p aka, faqat Nozim akam bilan oxirgi marta gaplashib olishim kerak. Xo'p, mayli. Sen nima desang shu. Nozim akamni uyiga kirar ekanman, yo'l bo'yi Nozim akamga aytishim mumkin bo'lgan gaplar haqida o'ylab keldim. Lekin negadir bu gaplarni aytishga jur'at topa olmadim.
Shunchaki akamga xat yozib qoldirishni va umrbodga hayotidan ketishni to'g'ri yo'l deb hisobladim. Shu maqsadda sekin uyga kirdim. Qorong'uda ohista mehmonxonadan o'tib, xonamga chiqmoqchi bo'ldim. Lekin kutilmaganda xonani chirog'i yondi. Qarshimda divanga o'tirgan Nozim akam gavdalandi. Joyimda qotib qoldim. Qayerda eding? To'satdan berilgan savolga nima deb javob berishni bilmay qoldim. Yo'q. Javob berishing shart emas. Bu seni shaxsiy hayoting. Meni seni shaxsiy hayotingga aralashishimga haqqim yo'q. Faqat meni bir savol qiziqtiradi. Unda menda yo'q nimani topding? Tushunmadim. Hayrat bilan qaradim. Gapimni yaxshi tushunding azizam. Qani javob ber. Ruslandan menda yo'q nimani topding? Aka, menimcha siz noto'g'ri tushundingiz. Men gapimni tugata olmadim. O'rnidan turib yonimga keldi. Hammasini to'g'ri tushundim. Hatto seni qo'lingni so'rashimni bilganingda ham, oilali erkak bilan yotoqxonaga kirib ketayotganingda ham, agarda inson taqdirida yozib qo'yilgan voqealarni birortasini o'tkazib yuborishi yoki qatnashmasligi mumkin bo'lganida edi. Men hech qachon hozirgi daqiqalarda qatnashmagan bo'lardim. Hozirgi daqiqalarning har bir soniyasi men uchun yakson bo'lish bilan teng. Qarshimda men uchun uyimdek bo'lib qolgan Nozim akamni uyi. Men uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan Nozim akam va uning qizargan ko'zlaridagi nafrat. Qani edi ilojim bo'lsa akamni menga qanday qarayotganini ko'rmasam. Ko'zlaridagi nafratni, nafas olishdagi notekislikni his qilmasam. Hech bo'lmasa xonani yoritib turgan chiroq o'chib qolsa va men akamni ko'zlariga qaramasdan bu uydan chiqib ketsam. Nega to'satdan jim bo'lib qolding? Gapir. Avvalgidek aka, men siz o'ylagandaqa qizlardan emasman-de. Akam qo'lidagi shishadan xo'pladi-yu, o'rnidan turib yonimga yaqinlashdi. Unaqa deyolmaysan. Chunki sen o'zing aytganingdaqa qiz emassan. Sen fohishasan. Shunchaki arzon fohisha. Kimda ko'proq pul bo'lsa o'shanga qarab yuguradigan. Ko'rsatkich barmog'ini ko'ksimga niqtadi, go'yo hech qachon ketmaydigan tamg'a qo'yayotgandek tantanavor e'lon qildi. Fohisha. Bu so'z nafaqat yuragimni, balki butun vujudimni titroqga soldi. Akamni ko'rsatkich barmog'i tekkan nuqta olov bo'lib yona boshladi. Ayniqsa yuragim. Ko'zlarimni yumib, yuragimdagi olovni o'chirmoqchi, bu haroratni esa unutmoqchi bo'ldim. Lekin negadir qo'limdan kelmadi. Akamning oxirgi so'zlari qulog'im ostida qayta va qayta jarangladi. Bu so'zni Diyoradan 100 martalab eshitgan bo'lishim mumkin. Hattoki ko'chadagi eski janjallarda ham eshitganman. Ammo bu gapni Nozim akamdan eshitmaganman. Hech qachon. Chunki men bilgan Nozim akam meni hamisha hurmat qilgan. Xoh Sakina bo'lganimda, xoh Guli. Endigina tushungandekman. Insonni faqat yaqin insonigina sindira oladi degan so'zning ma'nosini. Chunki faqat yaqin insonlarimizgina bizni nozik nuqtalarimizni va aynan qayerga urish kerakligini biladi. Spektaklingni tugat. O'sha ovozda davom etdi. Rolingni o'ynab bo'lding. Ko'z yoshga hojat yo'q. Akamning gapi rost. Ko'z yoshga hojat yo'q. Men yig'lamasligim kerak. Akamga qarashga jur'at qila olmayotgan ko'zlarimni ochdim. Ohista ko'z yoshlarimni artdim. Aqlli qizaloq. Akam jilmaygancha yelkamdan qo'pol ushlab, o'ziga yaqinroq tortdi. Endi esa qo'rqmasdan ayt. Narxing qancha? Akamni ko'ksidan ittarib ketmoqchi bo'ldim. Lekin akam qattiqroq ushlab, yanada yaqinroq o'ziga tortdi. Qulog'im ostida uni nafas olishini his qildim. Men Ruslandan ham ko'ra yaxshiroq haq to'lashim mumkin. Men shunaqa munosabatga loyiqmanmi? Arzimaymanmi shunaqa gaplarga?
Nega aynan men o'zimni oqlashim, aslida ular tasavvuridagidek emasligimni isbotlashim kerak? Nega aynan men? Diyora yoki Noila emas, yo boshqa qalloblar yoki fohishalar emas. Nega aynan men? Balki bu aynan taqdirni menga yozgan qismatidir. Hamisha aybsiz aybdor bo'lish, tuhmatga qolish va dunyodagi jamiki iflosgarchiliklarni ta'mini totib ko'rish. Yo bu ham taqdirni hazilimi? Yo taqdir men bilan bunchalik qaltis hazillasha olmaydi. Uni bunga haqqi yo'q. Ruslandan ham yaxshiroq bo'la olishim mumkin. Bo'ynimda akamni labini his qildim. Balki buni sinab ko'rarmiz. Senga qanaqa? Gapini oxirigacha eshitmadim. Bunga sabrim ham, bardoshim ham yetmadi. Akamni kuch bilan o'zimdan itardim-u, yuziga yaxshilab tarsaki tushirdim. Menga bunday munosabatda bo'lishga haqqingiz yo'q. Akam tarsaki tushgan yuzini ushladi-yu, menga go'yo maxluq o'z o'ljasiga qaragandek vajohat bilan qaradi. O'sha vajohat bilan men tomonga tashlandi. Lekin to'satdan o'rtada kimdir paydo bo'ldi. Nozim akamni meni o'ldirishga qodir bo'lgan zarbasidan meni himoya qilib qoldi. Keyin esa meni nomimdan ikkinchi tarsakini tushirdi. Bu begona emas. Mening akam, mening Ruslan akam. Shu fohisha sabab menga qo'l ko'tardingmi? Nozim akamni dahshatli nigohi ikkimizga qaradi. Ha, aynan u sabab. Bu senga ogohlantirish. Qayta unga qo'l ko'targaningni ko'rmay, yo'qsa yomon bo'ladi. Keyin akam men tomonga o'girildi. Bilagimdan ushlab eshik tomonga o'girildi, lekin kutilmaganda ortimizdan Nozim akam tashlandi. Ikki akam o'rtasida dahshatli jang boshlandi. Qani edi men ham sal kuchliroq bo'lsam va ularni ajrata olsam. Afsuski kuchli emasman. Lekin akalarimni bir-birini o'ldirib qo'ygunigacha urushishini tomosha qilib ham o'tira olmayman. Bor kuchim bilan Nozim akamni chetga tortdim-u, o'rtaga kirdim. Bas! Bor ovozim bilan baqirib, Nozim akamga yuzlandim. Ha, men Ruslan akamni tanladim. Sizni men haqimda o'ylaganlaringizni bari rost. Go'yo shu gaplarni aytsam, Nozim akam tinchlanadiganidek ko'rindi. Kutganimdek akam tinchlandi. Men esa Ruslan akamni bilagidan tortgancha ko'chaga chiqa boshladim. Ruslan, fohishangga aytib qo'y. Qaytib yo'limdan chiqmasin. Yo'qsa, Nozim akamni men haqimdagi tahdidli haqoratlari yangradi. Ko'zim yoshlandi. Ruslan akam qaytib borib, Nozim akamni bu gaplari uchun qayta ta'zirini bermoqchi bo'ldi. Lekin men qo'ymadim. Iltimos aka, keta qolaylik, iltimos. Iltijoli qilib akamni ko'zlariga qaradim. Akam meni tushundi. Nozim akamni so'kdi-yu, mashinasiga o'tirdi. Tun. Ko'chada deyarli hech kim qolmagan. Faqat yoniq turgan chiroqlar va ora-sira ko'zga tashlanadigan yo'lovchilar. Men esa mashinani oynasidan tashqariga qaragancha akamdan yashirib ko'z yosh to'kiyapman. Axir kechagina shu yo'ldan Nozim akam bilan boshqa narsalarni suhbatlashgancha o'tgandik. Kechagina baxtli insonlar edik. Bir-birimizni jig'imizga tegib hazillashgandik. Bugun esa bari boshqacha. Nozim akam mendan nafratlanadi. Menimcha men ham nafratlanaman. Bu haqoratlar, bu so'zlarni unutishni iloji yo'q. Hatto eng yomon tushum ham shu bugungi kunimdan yaxshiroq. O'zimni butunlay sindirilgan insondek his qilyapman. Meni kechir. Akam qo'l ro'molcha uzatdi. Men sabab yana azoblanyapsan. Yo'q, sizning aybingiz yo'q. Qo'l ro'molchani olib, ko'z yoshlarimni artdim. Yo'q, aynan men aybdorman. Hammasiga. Seni himoya qila olmadim. Yo'q aka, siz aybdor emassiz. Nozim akam jahl ustida gapirdi. Haqiqat ochilgach, bari o'zgaradi. Mana ko'rasiz. Akamni aldab tinchlantirganim kabi o'zimni ham aldadim. Mashina ko'p qavatli uylarning yonida to'xtadi. Birgalikda mashinadan tushdik.
Eng yuqori qavatda joylashgan shaharning barcha go'zalligi ko'rinib turadigan uyga kirdik. Sen dam olishing kerak. Bilaman. Men dam olishim kerak. Butunlayga xo'rlanish nimaligini his qilayotgan yuragim va yaqinlarini hayoti xavf ostida ekanini tinimsiz o'ylayotgan aqlim ham orom olishi kerak. Iloji bo'lsa bir umrga. Yuvinish xonasiga kirdim-u, Nozim akamning ishxonasida kiydirilgan tilla rangdagi libosni yechdim. Yana ko'z oldimga boyagi haqoratlar keldi. Olov bo'lib yona boshlagan tanam va g'alayon ko'targan qalbimni tinchlantirish uchun sovuq suvni tagiga kirdim. Qo'lim bilan oyog'imni yopdim-u, ich-ichimdan o'kirib yig'ladim. Ahvoling yaxshimi? Sendan xavotir ola boshlagandim. Cho'milish xonasidan chiqishim bilan akam xavotir bilan yonimga kelib, yuzimdan ushladi. Keyin esa xavotir bilan peshonamni ushladi. Issig'ing bormi? Biron joying og'riyaptimi? Doktor chaqiraman. Qaniydi? Qalbim og'riyapti aka, qalbim. Bu og'riqni hech bir doktor tuzata olmaydi. Menga dori kerak. Qanaqa? Dorini nomini aytdim. Bugungi kun og'ir bo'ldi. Menga butun dunyoni unuttira oladigan og'u kerak. Men qabul qiladigan dori tarkibida og'u esa barcha og'riqlarimni unuttira oladi. Opamni tanish va qadrdon ovozidan ko'zimni ochdim. Tepamda esa o'g'ilay opam. Opajonim, nahotki bu tush bo'lsa, nahotki tushimda opamni diyoridan ozod qilishgan bo'lsa, agar bu tush bo'lsa, uyg'onmaslikka roziman. Chunki faqat endigina bo'ynimni bo'g'ib turgan mas'uliyatdan qutulgandekman. Opa, ko'zimda yosh bilan o'rnimdan turib opamni bag'rimga bosdim. Ahvoling yaxshimi? Endi yaxshiman. Narigi xonadan yosh bolaning yig'i ovozi eshitildi. Opam meni quchog'idan bo'shatdi. Jiyaning uyg'ondi. Jilmaygancha o'rnidan turib chiqib ketdi. O'zimni chimchilab ko'rdim. Og'riqni his qildim. Demak, bu tush emas. Joyimdan sakrab turdim-u, opamni ortidan chiqdim. Mehmonxonada dasturxonga nimalarnidir qo'yayotgan akamga duch keldim. Turdingmi? Ha, turdim. Opamni siz qutqardingizmi? Ha. Rahmat aka. Arzimaydi ko'zmunchog'im. Senga kiyim-kechak olib keldim. Kiyinib ovqatga tush. Birdan akamni quchog'imdan bo'shatdim. Uyalib qarab, ustimga qaradim. Hammom uchun kiyiladigan maxsus kiyimdaman. Kecha hammomda chiqayotganimda kiyim topolmaganimdan kiygandim. Uyalgancha o'zimni chetga tortdim. Keyin akam ishora qilgan paket bilan yuvinish xonasiga kirib ketdim. Sizlar uchun xursandman. Dasturxon boshida opam akam ikkimizga ishora qildi. Endi nima qilasizlar? Hozircha bilmadim. Yagona qolgan ish bu Diyora bilan hisob-kitob qilish. Qachon? Bilmadim. Akamga ikkilanib qaradim. Hozir hamma narsa akamga bog'liq. Agar akam xohlasa, bugunoq Diyora bilan hisob-kitob qila olamiz. Ammo negadir akam bu borada jim. Balki hali ham Diyorani qo'lidan bunaqa ishlar kelishiga ishonmayotgandir. Akam negadir qo'shiqni joyiga qo'ydi. Xafa bo'lgandek o'rnidan turib uydan chiqib ketdi. Men nimadir noto'g'ri gapirdimmi? Opam menga hayron qaradi. Akamga hozir og'ir. Diyorani qilmishlarini hazm qila olmayapti. Akamni oqlagan bo'ldim. O'rnimdan turdim va akamni ortidan tashqariga chiqdim. Ko'p qavatli binoni orqa tomonidagi bolalar maydonchasiga bordim. Akam o'sha yerdagi o'tirg'ichga ma'yus nimalarnidir o'ylagancha o'tirardi. Ohista borib yoniga o'tirdim. Uni sevasizmi? Akamni Diyoraga qarshi borishga yo'l qo'ymayotgan yagona tuyg'u haqida so'radim. Ha. Hali ham ishongim kelmayapti. Uni shunchalikka borganiga. Qo'limni akamni yelkasiga hamdardek qo'ydim. Akam Diyorani sevadi. Hatto men o'ylagandan-da ko'ra ko'proq. Akamni qo'l telefoni yoqimli musiqa chiqara boshladi. Avval Diyora deb saqlab qo'yilgan raqamga,
Keyin esa Diyorani tabassum qilib turgan suratiga qaradi. Bir zum telbalarcha tikilib turdi. Keyin esa o'chirdi. Hozir tayyor emasman u bilan gaplashishga. Kechiring aka, hammasi men tufayli. Yo'q, sen aybing yo'q. Hammasiga o'zim aybdorman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi aka, mana ko'rasiz. Yana yolg'on cho'pchaklar bilan ham o'zimni, ham akamni aldadim. Akam bilan bir soatcha tashqarida o'tirdik va birga uyga qaytdik. Eshikdan kirishimiz bilan opam bizni boshqacha nigoh bilan kutib oldi. Pochchang bilan gaplashdim. Shu hafta komandirovkadan qaytar ekan. Diyora masalasini tezlashtirishing kerak. Temur akamni o'z uyimizda kutib olmoqchiman. Diyora bilan kechga gaplashgani boraman. Akam qarorini aytdi va yana tashqariga chiqib ketdi. Bu safar ortidan bormadim. Hammasini yolg'iz o'ylab olish kerak. Bilasanmi, hozir nimani tushunib yetdim. Opam qiziqarli nimadir topgandek menga qaradi. Nimani? Sizlar bir-biringlarga quyib qo'ygandek o'xshaysizlar. Yo'q, sizga shunday ko'rinyapti. Yo'q, qara. Ruslanning ko'zini rangi bilan o'zingnikiga bir xil. Hatto ko'zlaringni tuzilishi ham o'xshaydi. Sochlaringning rangi ham, plastik jarrohlikdan oldingi holatingda yuz tuzilishing ham o'xshab ketardi. Bu bilan nima demoqchisiz? Bilmadim. Men DNKsiz hech narsa deya olmayman. Men DNKga ishonmayman. Ular shunchaki odamlarni aldaydi. Ular ko'rganini aytishadi. Xato qilishlari mumkin emas. Bu bilan sen meni singlim ekanligingga ishonmayman demoqchimisiz? Unday emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen meni singlim bo'lib qolasan, lekin keyinroq gaplashamiz. Ortiq yoqimsiz mavzuni davom ettirgim kelmadi. Xonamga kirib ketdim. Yoshligimdan beri meni qo'rqitadigan mavzu bu ota-onamni qizi bo'lmasligim. Bu qo'rquv o'sha DNK tekshiruvidan beri meni ta'qib qilib keladi. Go'yo kun kelib ota-onamni qizi emasligim o'z tasdig'ini topadi va men butunlay hamma narsamdan ayriladigandekman. Ortiq onam meni qizim, opam esa singlim demaydigandek. Va bu men uchun eng chuqur qayg'u bo'ladi. Bu gapni eshitgan kunim men tamom bo'laman. Ilm-fan meni ularga tegishli emasligimni tasdiqlagan bo'lsa ham, buni hozircha oilamdagilar tan olgan emas. Men esa aynan ularni mendan yuz o'girishdan qo'rqib yashayman. Shu kunlarga onamni mehri va opamni qo'llab-quvvatlashi bilan yetib kelganman. Aynan ular sabab men uchun begona bo'lgan insonlarni oilamdek qabul qilib yashaganman. Ular men uchun butun bir dunyo, butun bir hayot. To'g'ri, akamni yaxshi ko'raman, lekin o'z oilamdek emas. Men akamga nisbatan his qiladigan tuyg'uyim bir chuqur hurmat, ishonch va qarzdorlik hissi. Men akamga bo'lgan tuyg'uyimni hindlarning ma'budlariga bo'lgan tuyg'usi bilan tenglashtira olaman. Demakki, bu tuyg'u sevgi emas. Sevgi bu umuman boshqacha tuyg'u. Go'yo o'rganib qolishga o'xshaydi. Bu hisni faqat Nozim akamga nisbatan his qila olaman. Nimalar deyapman? Bu noto'g'ri. Nozim akam mendan nafratlanadi. Demakki, hech narsadan umid qilmasam ham bo'ladi. Xayollarimni telefonning asabiy ovozi buzdi. Qo'limga telefonni oldim. Ekranda Diyoraning raqami. O'chirib qo'ydim. Yana qo'ng'iroq, bu safar ham o'chirdim. SMS keldi. Shubhasiz Diyoradan. Yaxshilikcha ko'tar. Hech ikkilanmasdan javob yozdim. Ko'tarmasam-chi? Javob kelmadi. Faqat qayta-qayta qo'ng'iroq qildi xolos. Qo'ng'iroqlari asabimga tega boshlagach ko'tardim. Nima? Norozi ohangda o'shqirdim. Bravo. Demak, Ruslanning quchog'idasan. Shunday bo'lsa nima qipti? Fohisha. Seni tirik qo'ymayman, va'da beraman. Bu nechinchi marta va'da berishing? Bu safar hazillashmayapman. Ikkalangni ham
o'z qo'lim bilan bitta qabrga ko'maman. Aha, demak hozir seni tashvishlantirayotgan yagona narsa Ruslan bilan birga ekanimiz, shundaymi? Seni yengilganing yoki akamni hammasidan xabar topgani seni tashvishga solmaydi, shundaymi? Fohisha, ikkovingni ham itlarga xo'rak qilaman. Senga achinaman azizam. Iflos. Seni o'rningda bo'lsam, vaqtdan unumli foydalanib qochgan bo'lardim. Iloji boricha uzoqroqqa. Biz seni hech qachon topmaydigan joyga. Manjalaqa. Indamasdan telefonni o'chirib qo'ydim. Menimcha, shunisi yaxshi. Akamni u bilan gaplashishga jur'ati yetmaydi. Chunki akam uni sevadi. Qo'rqamanki, akamni uni hibsga olishayotganini ko'rishga yoki Diyorani makrli ayyorona nigohlariga chiday olmaydi. Shusiz ham sog'lig'i yomon. Uni ketgani yaxshiroq. Akamni hayotiga qanday paydo bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday. Bu hammamiz uchun yaxshi. Diyorani jazosini sal keyinroq akamdan uzoqroqda bo'lganida meni o'zim beraman. Kerak bo'lsa, yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Faqat hozir u ketishi kerak.